netda yotibdi bilasanmi? Bir paytlar men mana shular o'ldirganmanda gaz tortyapti. Bu ham yurakchalar o'tyapti bot. Xullas gapni eshit, mana bu suyoqlarni borku bitta titan bo'lardi. Keyin menga o'zicha katta gapirib yubordi. Keyin mana shunaqa suyak bo'lib qoldi. Shuning uchun senga maslahat. Menga katta gapirma. Yomon to'qib tashlaysan qishloqqa. Bu gazdan ham bir ish chiqmadi. Balki bastionga borsak, o'sha yerda bironta cho'chqalar bizni o'ldira olar. Xullas, biz endi nima qilamiz qishloqqa? Eshit, bironta ifritlarmi yoki bastionga boramizmi? Xullas, o'lish usullarini qidirib ko'ramiz. Unda nimani kutyapmiz? Olg'a, faqat momentni o'zgarib turish kerak. Nima bilasanmi? Koordinatalarni yozib olish kerak, yo'qsa qanday qaytamiz? Koordinata yozish bo'yicha professional bizlar qancha payt 6 ta sonni yozish mumkin? Tezroq ketdik, vaqt kam o'zi. To'g'ri, vaqtimiz cheklanmagan, babir kam. Olg'a, mana shu tarafga qarab ketamiz. Ko'k olov jonimni oldimi? Yo'q, menimcha babu immunitet paydo bo'lardi. Xullas, ketdik qishloqqa. Biz baribir bu nezirda o'lishimiz qiyin. Nega o'chib qolding? Negadir qishloqqa o'chib qoldi, qimirlamayapti. U yerda ham bitta portal bor shekilli. Bizda bugun buzilgan portallarga omadimiz kelyapti. Qishloqqa o'zingga kel, nega qotib qolding? Ruhan tushkunlikka tushdi shekilli bala. Balki mana bunday qilsak turar, olovga tashlasak-chi, suril. Nima qilamiz olovga surib? O'zimiz tagini yoqib yubora olsak. Mana tayyor, yonishni boshladi. Qalpoqchasi paydo bo'ldi. Qishloqqa uyg'onasanmi yo'qmi? Yoki hozir seni lavaga cho'ptirib yuboraman. Ehtiyot bo'l lekin. Obunachılar like bosmasa qimirlamayman. Qimirlamayman degan do'stlar, bo'lmasam hoziroq shu videoga like bosing, yo'qsa qishloqqa qimirlamayman deyapti. Yo'qsa video ham bo'lmaydi. Qanday? Böyle like bosishni olg'a buzilgan portalga qarab. Buzilgan portal borligini qayerdan bilding? Eshitib turdim hammasini, hazillashdim ozgina. Bu portalni ham sandig'ida arzirli narsa yo'q ekan. Nega belkurak bor? Men kurakni men olaman, joyiga qo'y. Mayli, men unda mana bu qalpoqni olaman va yana obsidian ham olsa bo'ladi. Balki portal qurib olarmiz qaytishda. Lekin o'ylab qoldim. Nega menga bu qalpoq kerak? Axir biz o'lmoqchimiz-ku. Vana qo'ygan dezerni bo'laydigan joylariga ham keling. Men o'sha yoqda yuramizmi o'lgunimizcha deyapman. Bu cho'chqalardan ham ish chiqmayapti degandir. Ha, mayli, bular urib ham bo'lmayapti. Bo'lmasam yana boshqa yo'lni qidirish kerak. Aytyapman-ku, bastion topish kerak deb. Yoki biroqar Qizil qal'adan topib olish kerakmi? Balki Ender Dragon oldiga borarmiz. Yo'q, kallamga zo'rg'a keldi. Biz bo'shliqqa sakrashimiz kerak. Bo'shliq esa faqat Endda bor. Shuning uchun menimcha Ender Dragonni ham savalab kelish kerak. Nima deysan? Bo'shliqda hattoki tatayam ham yordam bera olmaydi. Zo'r g'oya. Unda Qizil qal'ani qidirishni boshladik. Menimcha to'g'riga qarab yuraversak qachondir chiqish kerak-ku, to'g'rimi? Shuning uchun ham biz shu taktikani qo'llab ko'ramiz. Faqat to'g'riga qarab kavlayveramiz. Yana qancha kavlaymiz? Mana qanaqadir yo'l topdi shekilli. Sen qayerga ketyapsan? Nima balolar qilyapsan bu yerda lava bilan? Orqamdan yur. Mana bu yerda tuzukroq yo'l quryapman. Xullas, sen tagimga blok qo'yasan, men bu yerdan kovlab ketaveraman. Yoki teskarisi, kel bu yoqqa. Hozir faqat men bu lavaga tiqilib qoldim. Hozir oldinga boraman, ozgina kutib tur. Kel tezroq. Biz menimcha Nezirdagi hamma biyomlarni birinchi topamiz bu la'natlangan qal'adan ko'ra. To'g'ri. Endi yo'lakni men kavlayman. Meni kirkam deyarli sindi. Qanchalik tez blok qo'yishimni ko'rsam, o'tirib turib quraman. Lavaga tushib ketdim. O'l bot. O'zing botsan, tushundingmi? Qayerlarga ketib qolding? Buncha tez yo'l qurasan, allaqachon shu yerlarga keldingmi? Nega bu Qizil qal'a umuman chiqmayapti? Shuncha paytdan beri yuribmiz axir. Endi yarim soatdan bo'lgani yo'q-ku, vaqtmacha. Endi mana bu ko'k o'rmonni ham topdik, lekin hali ham Qizil qal'ani topganimiz yo'q. O'zi Qizil qal'a ruschasiga qanaqa bo'lardi? Krepst bo'ladi, krepst. Ko'ryapsan, men ruschani qottirib yo'yib tashlayman. Menimcha Qizil qal'a yaxshiroq eshitiladi. Bu yerda ham yo'qmi? Menimcha bittagina biyomga bormaganimiz Chana tushib ketdim. Shunchalik pastga qachon chiqaman endi? Blok qo'ya olmayapman, hattoki lavani ham pastga tushib bo'lmayapti. Qanday dahshat. Lavaga tushib ketishni yomon ko'raman. Men ham sevmayman, lekin mayli. Qara, men oxirgi biyomni ham topdim. Blogga borma, sal ehtiyot bo'lib. Meni tushirib yuborma, men ham lavada cho'milgim kelmayapti. Bu oxirgi biyom, shunga ham kirsak bizga qanaqadir achibga, senga berdi. Senga ham berdi. Menimcha shu tarafga borish to'g'ri deb o'ylaysan. Bu yer juda ham o'nqir-cho'nqir. Ha, mayli, mana shu yerga ham borib chana tushib ketdim. Qanday?
Artık dunyoda botlar ko'payib ketyapti. Qara, men qizil qal'ani topdim. Voy, qizil qal'a, man bu yo'lni yaxshi ko'raman. Endi bu meni yoqtirgan biyomim. Biz qizil qal'ani topdik, biz topdik, qizil qal'ani topdik. Tasavvur ham qila olmaysizlar qanchalik xursandligimni. Endi tepasiga sekingina chiqib olamiz. Bloklarni sindirib, mana shunaqasidan chiqdik. Bu yerga ham bitta achifga berishdi. O sandiqmi? Sandiqning ichida esa temirni olsa bo'ladi. Olovli shamchalarni endi topish kerakda, hammasi yuragini sug'urib olish kerak. To'g'riroq qalamchalarni. Qishloqqa menga mash'ala bera olmaysanmi? Hech narsa ko'rinmayapti bu yerda. Ushla, endi ketdik. Qal'ani topish kerak, yaxshilab ko'rish kerak hamma yerda. Bu yerda qora tayoqcha topib oldim. To'g'ri sklet o'ldirdi, bu ham hech narsa qila olmadi. Bu sandiqda ham hech narsa yo'q temirdan boshqa. Egarni olish kerak, az qochishi mumkin. Balki lava berganda sayohat qilarmiz. Bilmadim, lavada o'zimiz ham yursak bo'ladi-ku, hech narsa qilmaydi. Unda tezroqda, hamayli, sen tushunmaysan. Va nihoyat tepaga chiqdik. Bularni qara, ifrit nima edi bunaqa? Shamchalar qilib hech narsa qila olmayapti. Hozir borib hammasi tayoqchasini bitta olish kerak. Bularni qara, bular ham uchishni bilar ekan. Bularni spam yerini topish kerak. O'sha yerda keyin hammasini tayoqchalarini olib o'tiramiz. Va nihoyat keldik. Bularni oldiga borsak o'lib qolyapti qishloqi. Menimcha bularni oldiga borganimizda o'lgani uchun tayoqchalari tushmaydi. Biroq xil yo'l bo'lish kerak. Hozir ura oldim. Balki uzoqroqdan turib ursa, tayoqchasi tushishi mumkindir. Sakrab turib zarba tushdi shekilli. Yo'q, tushmadi. Mana buni sizda tekshirib ko'ramiz. Bitta zarba, tayoqchasi tushdi. Faqat olovga. Hech qisi yo'q. Muhimi biz bilib oldik. Shamchalardan tayoqchalarni olish mumkinligini. Olib bo'lmaganda men bab olardim. Mayli, men sal o'rash kerak, qochib ketisha olmasliklari uchun keyin bitta oldiga borib qo'rqib olish kerak. Ha, men yana o'zgina blok kovlay, mana tayyor. Haqiqiy ferma bo'lib qoldi. Lekin menimcha polni yana bir uroven pasaytirish kerak. Tezroq paydo bo'lishlari uchun. Qancha joy ko'p bo'lsa, menimcha shuncha osonroq paydo bo'lishadi. Faqat bu yerda berkitib qo'yish kerak, yo'qsa menimcha tashqariga chiqib ketib qolishadi. Sen bo'lmasam bu fermada hammasi o'ylanib tur, men ularga borib zarbalar berib, yamrut spamlar topib, balki obsidian ham bordir bular sandig'ida. Keyin shunaqa qilib portalni shu yerda qurib yuborardik. Mayli, fikriga qo'shilaman. Endi bularni mana shunday oldiga sekin borib, urib, mana shunday yana ozgina va tayoqchasi tushdi. Bitta tayoqcha bor. Yana 5-6 ta olsak bizga yetib qolishi kerak. Bor qishloqqa sandiqlarni tekshirib ko'r, men bu yerda ularni savalab turaman. Olg'a, hammani yopaman. Olg'a. Tayyor, bizga o'ttasi bemalol yetsa kerak. Men ham bu yerda 6 ta obsidian topdim, yana 2 ta yetmayapti. Biron joydan toparmizda. Balki bastiondandir. Yur, bastion qidirib ko'ramiz. Menimcha bastionda bo'lish kerak obsidian. Endi 2 soat bastion qidirishimiz qoluvdi. Bastionni topamiz. Nima urasan, yaramas. Men senga maqalda va nihoyat bu yaramas bastionni ham topdik, lekin qanaqadir tushunarsiz ekan. Qatdan ko'rish kerak, qayerga kovlash kerak, nima uchun men noqulay. Sal ko'rab ko'r. Voy, cho'chqachalar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Sandoq ko'rmadinglarmi? Men qotib turibsizlar. Voy, o'lib qolishdi. Ataylab qilganim yo'q. Qizlar, ularga oltin berib savdolash mumkin ekan. O, sandiq va bu yerda yig'loqi obsidian bizga sal boshqacharoq kerak edi. Lekin arbaletni olib olish mumkin. Ender Dragon'ni o'ldirayotganda kerak bo'ladi. Senda tekshirib ko'ramiz qishloq qanchalik kuchliligini. Va yeb ko'r. Yeb ko'rdim. Nechun katta bo'lasan? Yana bitta sandiq qara. Va bu yerda ham obsidian yo'q. Harakatda malaka, qidirish kerak, topish kerak, hammasi o'xshaydi. Adashmasam mana bular tagida oltin bo'larmidi, lekin negadir bular tagida bo'lmaydi shekilli. Mayli, bizga bo'lmaydigan bastion tushibdi. Qidiruv ishlarini davom ettiramiz. Bastiondan chiqib ketdik shekilli, u. Mayli, mana shu yerdan kavlab ko'raylikchi, ichroqga tushib ko'rish kerak. Bironta ochiqroq joy yo'qmi bu yerda? Qara tushib ko'raylikchi va sandiqmi? Bu yerda ham obsidian yo'q. Qanday men bu sandiqni topdim? Hozir ko'zingizlarga g'irt cheaterdek ko'rinayotgan bo'lsam kerak, lekin buni hammasi tasodif. Lekin bu yerda hamma yo'laklar mana bu bloklar bilan to'yinlar. Tushunmay olmayapman. Qanaqa la'natlangan bastion bu. Chitlaring sezib qolishdimi? Qanaqa cheaterdek ustimdan kulyapsanmi? Va nihoyat bu yerda ochiqroq joy ham bor ekan-ku, qishloqqa orqamdan kel. Lekin bu yer ham qandaydir g'alati. Bu yer baglangan bastion ekan. Xullas, birorta sandiqda obsidian bo'lishi kerak. Bu yerda ham sandiq topishimiz kerak qishloqqa. Qani pastga tushib ko'raylikchi. Sandiq qayerda? O, sandiq ko'rdim.
va obsidian iltimos. Hech bo'lmasa arbaletni yaxshiroqga almashtirib olsak bo'ladi. O'qlarni ham olamiz va bolta kerak emas. Yana bitta arbaletni boshim ko'ramanmi? Xullas ketdik. Surish kerak bu yerda. Faqat men bilan oltin berib ko'raylikchi. Sal qochiblar. Bular bilan bir balo qilib oltin bilan savdolashsa bo'lar ekan. Shular bilan savdolashib olsak ham bo'ladi obsidianni. Ha, faqat bular emas. Tashqariga chiqaylik, o'sha yerda keyin boshqalarni topib o'shalar bilan savdolashamiz. Bu yerdan surish kerak deyapman-ku. Bu yer umuman yo'qmayapti. Ketish kerak tezroq. Mana bu yerda gaz qamalib qolibdi. Balki oldirog'idan borsam, birorta bug bo'lib, birorta mo'jiza bo'lib, balki jonimda ketqaza olar va teparoqqa chiqamiz. Yo'q, bir ish chiqmayapti bu gazdan ham. Bo'lmasa men bu yoqda ozgina endirjayib chiqaylik, keyin obsidianni masalasini hal qilib o'ramiz. Mayli, fikriga qo'shilaman. Bo'lmasam Ender marvaritlarni yig'ishga olg'a. Ket, Ender marvaritlar meniki bo'lib ketdi. Qara, mendan o'rganasan. Mana shunday qayiqni qo'yasan. Qara, keyin o'rgatasan, shangir men qochib ketyapsan. Menga o'zgina daraxt kerak. Daraxtcha folay ozgina hozir oldiga boraman. Umuman olganda menga seni qayiqqa ham kerak emas. Mana bu yerda bunday sen qamab qo'yib, bemalol o'ldirsa bo'ladi bu yaramaslarni. Va Ender marvari tushadimi? Tushmadi. Mayli, boshqa safar tushib qolar. Eshit, meni usulim zo'rroqlik. Qilich yasab olamiz. Qilich bilan menimcha ancha tezroq bo'ladi. Menga ozgina taxta ber, seni usulingni ham qo'llab ko'ray. Chunki bu yaramas dezertni daraxtidan qayiq yasab bo'lmaydi. Qayiq yasaymiz, dirimdek tez yasab tashlayman qayiqni, bilasanmi? 0.1 sekund vaqtim ketadi qayiq yasashga, bilasanmi? Dirim mani shogirdim, ko'p vaqillama. Dirim shogirdingmish, ham mayli. Bo'lmasam endi endirjemchiqlarni yig'ishga olg'a. Menimcha men bittasini ko'ryapman. Hozir oldilariga tushaman, yaramaslar. Qayiqni qo'yamiz, sen aytganingdek. Qo'ying. Qani o'tiringlar. Bular o'tirmayapti-ku. Kel, sal oldinrog'imga kel, qayiqni itarib yuboraymi? Negadir ishlata olmayapman bu yaramas qayiqni. Menda bo'lsa allaqachon 3-4 ta bo'lib ketyapti bu marvaritlar. Menda ham bo'lib qolar, faqat bu yaramas endermenlarni topish qiyin. Mana bu orolchada bitta bor ekan. Mayli, uning uchun o'sha orolchaga ham boraman. Faqat oldimga kim? Kalla qo'ydik. Agar pastga qayiqni qo'yib qo'ysam, balki qayiqqa o'tirib turib qolar. O'ldi yaramas bot. Shuncha orolchaga kelganim. Seni o'tirg'izamiz, o'tir yaramas. Ko'zlariga qarayman. Qani endi kel. O'tirdi. Menimcha seni sxemang ishlayapti qishloqqa. Va o'ldiramiz. Menga marvar tushdimi? Yana tushmadi. Qanday omadsizlik. 5 ta bo'ldi menda. Qani kel endi men o'tirmading-ku. Ha maylash, joyingda tur bo'lmasam shu yerda qoqib yuboraman sen yaramasni va marvarit iltimos tush. Va nihoyat birinchisi. Xullas, mana shunaqasiga marvaritlarni to'plash kerak. Qani san qishloqqa senda